Aytingchi, sizni ilhomlantirgan, bilim olishga qiziqtirgan qaysi ustozingizni eslay olasiz? Har bir muvaffaqiyatli insonning hayoti davomida unga yo'l ko'rsatuvchi, ruhlantiruvchi, eng muhimi esa inson qilib tarbiyalagan ustozi bo'ladi. Tajribali ustozlarni yetishtirishda esa pedagogikaning o'rni juda ham muhim. Bugun biz siz bilan Iqtisodiyot va pedagogika universitetining aynan pedagogika fakulteti bilan yaqindan tanishamiz. Bu yerda ko'plab tajribali professor o'qituvchilarimiz 2000 nafardan ortiq talabalarimizga zamonaviy dasturlar asosida ta'lim berib kelishmoqda. Bu yerda talabalar nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishmoqda. Pedagogika fakulteti 4 ta asosiy kafedrani o'z ichiga olgan bo'lib, pedagogika va o'qitish metodikasi, o'zbek tili va adabiyoti, tarix va ijtimoiy fanlar, iqtisodiyot kafedrasidan iborat. Ustoz qalb sog'lomligining, jamiyat taraqqiyotining asosiy poydevori. Pedagogika fakulteti ana shu buyuk missiyani munosib davom ettirmoqda. Xo'sh, sizchi, siz kelajak avlodga ilhom bag'ishlaydigan ustoz bo'lishga tayyormisiz?